Amir Temur 1336-yil 9-aprelda Kesh, hozirgi shahri Sabzning Xo'ja Ilg'or qishlog'ida Bahodir Barlos oilasida dunyoga kelgan. Yoshligidan Temur juda ziyrak bo'lganligi sababli uning otasi kamonbozlik, qilichbozlik hamda o'q otishga juda ham salohiyati kuchli bo'lganligi sababli merganlik kasbini egallagan. Amir Temur yoshligidan juda ham ziyrak farzand bo'lganligi sababli kelajakda yetuk mutaxassis, ya'niki sarkarda bo'lish orzusi borligini yoshligidan ustozlar bilgan. Amir Temurning bizgacha Temur tuzuklari nomli asariga yetib kelgan. Bu Temur tuzuklari asari davlat boshqaruvida juda katta ahamiyatga ega. Sababi har bir sohiga, har bir askarga, har bir moliyachiga bo'lgan moliyaviy tomondan haq-huquqlarni to'g'ri yoritib bergan. Sababi sipohiga alohida, moliyachiga alohida, davlat boshqaruvidagi har bir organda ishlovchi amaldorlarga alohida bo'lgan mol-mulklarni taqsimlanishi katta ahamiyatga ega. Amir Temurning ushbu asari orqali davlatlararo nizolar yoki bo'lmasam davlatlarda bo'ladigan urush janglarni sir-sinoatlari keltirib o'tilgan. Bunda davlatlarning o'zaro muomalalari, elchilik vazifalari to'g'ri hamda tushunarli qilib yoritib berilgan. Amir Temur bobomiz buyuk sarkarda, davlat arbobi 1405-yilda Xitoyga yurishi chog'ida vafot etgan.